Assalomu alaykum aziz va muhtaram mahalladoshlar. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan joriy yilning iyul va avgust oylari obodlik va mehr-saxovat oyligi deb e'lon qilindi. Bu davrda oldimizda turgan eng ulug' va eng aziz bayramimiz mustaqilligimizning 35 yilligiga katta tayyorgarlik ko'rish. Mahallamiz, ko'chalarimiz, xonadonlarimiz hamda guzarlarimizni obod va ko'rkam qiyofaga keltirish bo'yicha ulkan vazifalar belgilab berdi. Mahalla uyimiz ostonasi, fayzu barakamiz ko'zgusidir. Qadimdan yurtimizda obodlik va hamjihatlik ramzi bo'lib kelgan umumxalq hashari an'anasi mahallamizga har doim o'zgacha chiroy va fayz bag'ishlab kelgan. Shu munosabat bilan siz azizlarni mahallamiz obodligi, ko'chalarimiz tozaligi va atrof muhit go'zalligiga o'z hissangizni qo'shishga chorlab qolamiz. Birgalikda mahallamizni yanada obod va go'zal qilaylik. Qancha damondan o'tdik, dashtu yobondan o'tdik baland paslardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Bizlarga meros vatan, qoplangur e'zoz vatan. Bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki.